kelajakda niyat qilib turibman men. Alloh bersa hech narsa emas, o'sha Dubayda dunyo xaritasi nomida orol bor. O'sha orolda O'zbekiston oroli ham bor. Palmalarda ilhomlangan shayxlar 2003-yilda kichkina orolchalardan iborat dunyo xaritasi shakliga ega sun'iy orollar yaratishga qaror qiladi. Uning maqsadi esa har bir orolchaga davlatlar nomini berib, o'sha yerlik oligarxlarga sotish. Bu yerda hali beri ko'p orollar sotilgani yo'q va hatto qurilish ham bitmagan. Ammo xaritaga qarasangiz, ushbu orolchalar orasida O'zbekiston oroli ham bor. Qani ko'ramiz, Dubaydagi O'zbekistonga kim egalik qiladi? O'zbekiston 2,5 gektar. 2,5 gektarga bizni hamma viloyatlarni sig'dirsa bo'ladi. O'zbekcha udum, o'zbekcha qadriyat, o'zbekcha o'zbeklarni joylashtirsak bo'ladi. Nomini O'zbekiston deb qo'yamiz. 1 milliard dirham turar ekan. 1 milliard dirhamingiz taxminan 270 millionmi, 300 million dollar atrofida bo'ladi. 300 million atrofida dollar topsak, pul topiladi inshaalloh. Qurilishga yana shuncha ketadi va buni nasiya qilib beradi bizga. Nasiya qildirib ola olamiz va qurilishni boshlaganimizdan keyin odamlar navbat turadi, navbat. Qurilish boshlandi, bizdagi o'xshagan emas. Qurilish boshlanganda joy qolmaydi. Hamma sotib olib bo'ladi. Yana qaytadan aytaman, bitta uyga 10 ta, 15 ta odam pul to'laydi. Ya'ni avans deydi-ki, boshida ozgina to'lov bor. O'sha to'lovni 15 talab, 20 talab odam to'laydi. O to'langan summada navbat bor. Birinchi men to'laganman, ikkinchisi siz, uchinchisi o'rtog'imiz misol uchun. Uy bitgandan keyin shirkat sizga telefon qiladi. Birinchi men to'laganman. Uyni olasizmi, yo'qmi? 15 sekund vaqtingiz bor. 1 2 15 gacha o'tadi sekund. Yo olmayman, tiqit qo'yadi sizga. Qaytib keyin bu navbatga kira olmaysiz. Ikkinchiga o'tadi, sizga avansingiz qaytib beriladi, ikkinchiga sotiladi. 2 olmasa 3 ga, 3 olmasa 4 ga, 4 olsa bo'ldi. Bu uy sotildi. Ikkinchi qo'l sotilishi mumkin. Ikkinchi qo'l endi biroz qimmat bo'ladi. 10%, 20% qimmatlashadi. Chunki dengiz bo'yi aytganimdek yer yo'q. Va dengiz bo'yi uchun katta-katta kurashlar ketyapti. Qon to'kilyapti. Menimcha Falastinni ham aynan mana shu uchun sarmoya tikilgan, dengiz bo'yi bo'lganligi uchun shu joyga katta bir narsa qurish rejasi bor tadbirkorlarning. Shuning uchun ancha zulm ishlarini qilishyapti. Dubayda o'rqangi zulm bilan egallangan yer emas, toza yer. 300 million, yana 300 million, taxminan 600 million dollar puli bor odam bo'lsa, orolni sotib olish uchun birlashsak, ma'lum qismini biz ham qo'shamiz. Va sarmoyalarini 5 yilda 10 barobar oshishlik ehtimolini beramiz. Tijoriy bu ya'ni tahlil ma'nosida. Chunki unaqa yer yo'q. Hozir 2,5 gektar yerni olsangiz, tuprog'i oltindan bo'ladi, tuprog'i. Shunaqa joylarni qurib tashlasa bo'ladi, Samarqandni qursa bo'ladi. Toshkent, Namangan, Farg'ona, hamma yo'qni qursa bo'ladi. O'tda keyin bizni orol bizniki bo'ladi, O'zbekiston bo'ladi. Nomini O'zbekiston deb qo'ya olamiz, bayrog'imizni tika olamiz. Bo'ladi, bu pul, bu mablag' O'zbekistonda ham bor. Bitta odam kuchi yetmasligi mumkin, 10 kishi yig'ilish kerak, 20 kishi yig'ilish kerak, sotib olish kerak. Bu javob beraman, ya'ni tahliliy ma'noda. Qadarga javob bera olmaymiz. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirganmiz. Lekin 2,5 gektar joyni sotib olib, u yog'ini nasiyaga olib, bu yog'ini boshlasangiz, qurilishni boshlaganingizda 30%, 40% ga kelganingizda o'sha 50 etajlik, 100 etajlik uylarni qurishni boshlaganingizda hamma etajingiz sotilib bo'ladi. Qurilishni boshlaganingizda pulingizni yarmi chiqadi. Yarimga borganingizda hammasi chiqadi, qolgani foydaga oladi. Biznes ma'nosida, tadbirkorlik ma'nosida katta summalar to'g'risida sizlarga tavsiya qilib, taklif qilyapman, lekin ba'zi odamlarda anaqa bo'ladi, umidsizlik. Oho, buncha pulni qayerdan topaman? Bunaqa pul menda yo'q-ku degan xayolga boradi. Yo'q, bunaqa xayol qilmang. Moli davlat bir kunda
qo'lingizda bo'lib qolishi mumkin. Faqat siz axloqan o'zingizni shakllantirib turishingiz kerak. Axloq jihatidan, e'tiqod jihatidan o'zingizni shakllantirib tursangiz, qo'lingizga qancha mablag' tushsa ham, keyin siz foydali insonga aylanasiz, uni foydali tarafga ishlata olasiz. Agar siz axloqingizni to'g'rilamasangiz, e'tiqodingiz to'g'ri bo'lmasa, qo'lingizga tushgan pul sizni ziyoningizga ishlaydi. Pulni mablag'ini qancha qo'lga kiritish sizni ixtiyoringizda emas. Alloh taoloning berishiga bog'liq u. Uni qayerga sarflashlikdan javobgar bo'lasiz. O'shaning uchun sarflash masalasini o'rganib turish kerak.